Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Mana bugun Samarqand viloyat Bozorg'om juma mol bozoridan 15 noyabr 2025-yil sanasida sigirlar, yakka sigirlar, g'unojinlar hamda novvoslar narxlarini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz imkon qadar. Bugungi bozorimiz davlasi boshlangan, hozir eng avji payti. Imkon qadar savdosi bo'layotgan mollardan olamiz. Hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bittagina obuna tugmachani bosib qo'yib, like bosib, kommentarda fikrlaringizni qoldirasizlar. Ancha boshlaymiz. Mana shu sigir kimdan ekan bu? O'talyapti-da. Mana shu sigir sotilibdi. 4 oylik bo'g'oz ekan. 20 ta suti ham bor ekan. 40 millionga sotilibdi mana. Rossiyskiy. 3-bola qorinda ekan. 40 millionga sotilibdi. Necha pulga aka bu? 38 million. Bolasi bu, ha? Nechinchi bola? 3-qori. 3-qori. 3-bolada. Sut nechta ekan? 15 ta sotilgan. 15 ta suti bor. Bolachasi bu 3-bola ekan. Bozor nima deyapti? Bozor 32 gacha qilyapti. 32 gacha qilyapti. Bu ola ham sizlardanmi? Bittami? Har bozor 3-4 olib chiqardingiz? Ha, ikkita sotdim. Ikkitasi sotildi o'zi, ha? Ikkitasi sotildi. 32. Nech bo'lsa beramiz buni aka? Kelishamiz deb. Ochsa 32 dan beriladi. Shunday. Yaxshi. Bugun ancha tashabdi lekin mollar narxi. Xayolimda-da. Ha. Telefon nomer qoldiramizmi? Ayting. 88lik 88lik 615 615 56 06. 5606 shu nomerga aloqa chiqarasiz. Akada bu ko'p sigir olib keladi. Har bozor yaxshi sigirlar olib keladi. Mana. Chimboyobodmi aka? Yo, Arabxona. 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 Nech pul so'radingiz aka? 28 million. 28 million so'rayapsiz. Ho'kizchami bo'lasiz? G'unojinchi nechinchi bola ekan? Bunisi bo'ladi. Birinchi bola. Barakami? Necha deyapsiz aka siz? 30 mi? 40 million. 40 million deyapti. Ha, 28 so'ralyapti. Birinchi bola ekan. Ha, Eliros. Like bosib qo'yinglar Eliros. Alxomiz. Ha. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz? Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz. Nech pul deyapsiz sigirda? 37 deyapti. 37. Nechinchi bola ekan? 3-bola. 3-bola. O'qishchami, urg'ochmi? Urg'och 3-bola 37 million. Sut nechta ekan? 8 ta. 8 ta suti bor. Sakkiz sotamiz 8. Sakkiz yashaydigan 8 ta bor. Bozor nima dedi? Bozor. Aytyapti. Nechagacha chiqdi? 32. 32, ha? Bozor 32 chiqdi mana. Mana shu sigir yaxshi, katta sigir ekan. Aybi bolasi urg'och. Aybi bolasi urg'och. Ha. Qolgan aybi yo'q. Yelimlari ham, Yilillari ham ko'p. so'skalari ham katta ekan. Bugun juda ham ko'p tushgan ona bola sigirlar. Narxlar endi qanday bo'lyapti hali aniq emas. Mana savdosi bo'lyapti ekan. Bu yerda ham. Aka nech pul so'radingiz? 15 million 200. 35 million 200. 15 million 200. Nechinchi bola ekan bu? 5-chi bola. Suti 5-6 ta suti bor. Ha, 3 litr. Ha. 15 siz egasi nech pul deyapti ekan? Egasi 25 deyapti. 25 deyaptimi? Xo'p, juda baland aytilyapti. 5-chi bola ekan. Beshinchi bola. 15 million so'ralyapti. Aldim. 15 so'rayapsiz siz buni? 15 million 200. Ha, 15 million 200 ming so'm so'ralyapti. Sal maydaroq mollardan ham olib ko'rib olamiz. Aka, nech pul deyapsiz sigirdi? Nech pul deyapsiz? 16,5 so'rayapti. 26,5 so'rayapsiz, a? Yo'qmi? Bolasi bo'lmagan. Nechinchi bola ekan aka? 4-bola. 4-bola. Urg'ochmi, o'qishchami? Urg'och 4-bola. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Necha oylik? 4 oylik bo'g'oz.
26 millionga yo'q. 26 million berib beramiz. Necha bo'lsa berasiz buni? Sigasi boshqa buni. Ha, 26 million qilyapsiz sizligini, ha? 16 mi? 16 million ekan. Adashma hozir 16 million so'ralyapti. 16 millionga berilmayapti buni. Lekin sigir chiqarroq ekan. Bolasi katta ekan lekin. Ichida 4 oylik bolasi ham bor ekan. Bozorda ona bola sigir ham ko'p, odam ham juda ko'p. Ona bola sigirlar savdosi yaxshi bo'lyapti, lekin hamma ona bola sigirda savdosi yaxshi. Aka nech pul ekan sigirlar? Sigirlar 30 dan kam bor. 30 dan kami bor, ikkalasi ham, ha? Nechinchi boladan bular? Qara birinchisi, bu ikkinchisi. Bunda ikkinchisi. Sut nechtadan berar ekan? Mana bir 7 ta beryapti, mana bir 4 ta beryapti. 4 ta bu 7 ta. Bolalari urg'ochi qizcha. Ikkalasi ham novozchi ekan. Bozor nech puldan so'radi aka? Bozor buni 23, 23 yarim so'rayapti. Aha. 23 so'rayapti. Buni 23 so'rayapti bozor. Bozor avjida lekin bolachalar novozchalar ekan buni. Novozchalar. Nech pul so'radingiz? Nech pul so'ralyapti aka? 23 million so'ralyapti, ha? Aytilish nech pul bo'lyapti? 45 million. Nechinchi bola ekan bu? Oxiri bu. 45 million deyilyapti buni. 23 ga berilmayapti. Bola oxiri. Akamiz so'rayapti. 23. Savdan zo'r bo'lyapti mana. Qanaqa? Nech so'radingiz, tog'a? Tog'a. Nech pul so'ralyapti? 10 million mu abi? Qaysi so'ralyapti, tog'a? Bilan rasmga tushirma. Nech pul? Xotin urishadi. Salom deb qo'ying, bo'ladi. Qozog'iston, Rossiya, salom. Savdo bo'ladi. Savdo zo'r, haqiqatdan. Nech pul so'rayapsiz, tog'a buni? 15,5. 15,5 ga. Aytilish nech pul aytilyapti? 22. Nechinchi bola ekan? Ha, bir 6 bola. 6-chi bola. Oxirgisi endi, ya. Qorimda ham bor, Qorimda ham bormi? Necha oylik? 4 oylik. 4 oylik mana. Nima ekan, o'qishchami, urg'ochimi? Urg'och, ha? Mana. Savdo o'jida. Zo'r. Shu yerda ham savdosi bo'lyapti. Tasavvur qilgan aka. Nech pul so'rayapsiz aka buni? Nech pul so'radingiz? 20 million? Nech pul deyapsiz aka siz? 25. Bolasi nima ekan, o'qishchami? Urg'ochi. Nechinchi bola aka bu? Ikkinchi bola. Bola 100 ta. Ikkinchi bola ekan. 20 million so'ralyapti. 25 million 500. Ha, yo'q, hakim aka. Qaysi so'ralyapti aka? O'tmasa foydasi yo'q. Mana bumi? 25 million 500. Bolasi bumi? Urg'ochimi, qo'chqorchami? O'qishchami? O'qishcha. Nechinchi bola ekan aka? Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola. 25 million 500 ga berilmayapti mana. Sut nechta berar ekan suti? Aka suti nechta ekan? 10 taga 100 qo'y. 10 taga 100 ga javob berdi. Nech pul deyilyapti aytilishi? 26 so'rayapti. Men 30 million deyapti. 26 ga chiqibdi o'zi mana. 30 million deyilyapti. Mana bolachasi. Mana yana bitta savdo bo'lyapti. Nech so'radingiz aka? Qirib ketaman. 18 million. Aka nech pul deyapti? Umma orqaga boraman. Barakalla. 25. Tavakkal qildim. Nechinchi bola ekan aka bu? 3-chi bola. 8 ta suti bor. 8 ta suti bor. 25 deyilyapti. 18 so'ralyapti. Qaysi kanal bu? Sirojdan o'z. Sirojdan o'z kanal. Bunaqa reklamaga ham chiqarib berasiz. Ha, chiqaramiz. Nechaga ketdi aka? Necha bo'ldi?
18 ketdimi? Mana 18 ga ketdi mana. Barakasini bersin aka. Yana bitta savdo. O odam mazza qilyapti. Nech pul so'radingiz tog'a buni? Nech pul so'radingiz? 18 600. Aka nech pul deyapti? Nech pul deyapti ekan tog'a? 20 so'rayapti. 20. Nechinchi bola ekan bu tog'a? Birinchi bola. Mana. O'qishchi ekan birinchi bola. Zo'r mana. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va mashhur vakuumchi ustamiz ana. Assalomu alaykum. Yaxshi. Nech pul qildingiz tog'a buni? 17 million. 17 million. Usta bo'lsa nech pul deyapsiz? 22 deyapmiz. 22. Nechinchi bola ekan? 4-chi bola. 4-chi bola mana. Sut ishlab berar ekan. 7tasi garantiya, tomog'iga qarasa 10 ta beradi. 7tasi garantiya. Akamiz vakuum qiladi. O'zimiz Samarqand bozorlar jumada 100 tepasida. Mana shu akamiz juda zo'r. Ishiga gap yo'q. Savdolarimiz bersin. Voy. Aka nech pul deyapsiz sizga? 40 million. Bolasi o'qishchami? O'qishcha sut nechta ekan? 10 ta suti bor. Nechinchi bola? 3-chi bola. Bozor nech pul qildi? Bozorda 31, 32 so'rayapti. Sal kelishtirib aytsangiz ketib qolar lekin. Qirqdan sal pastroq deb so'rab turavering. Podpischilaringizdan klientlar bo'lsa, Ayting telefon nomer. qaysi kanalda? 94lik Sirojdo'z 860 860 48 44. 48 44. Qayerda moli? Lisopos Pushkin. Yebishi emlangan kasallik ishlamsasi yo'q. Javob. Sinab ko'rib pulni beraverasiz uni. Necha bo'lsa beramiz? 32 ga ketdi. 32 ga. 32 ga ketadi. Yaxshi sigir ekan lekin. Mana shu yerda ham bir narsa bo'lyapti-da. Jon aka. Qaysini so'rayapsiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshi, sog'liksizmi? Aka, bu nima? Necha so'radingiz? 22. Bolasi bumi? Bolasi bu. Urg'ochimi, o'qishchami? O'qishcha bolasi. 22 so'rayapsiz. Nech pul deyapsiz aka siz? 25 sizga o'tdi. Ya 25 dan kelishtiring akaga. Birinchi 28 dedim, to'sh dedim. Bo'ldi aka 3 million. Nechinchi bola? Birinchi bola. Birinchi bola. Sut nechta ekan? 6 taga beraman. Hozirgi birinchi bolaga 6 ta. Bo'ldi. Siz bir nima qo'shing, siz bir nima o'ting, oyingizda yaxshi molga o'xshaydi. 22. Qo'ydi. Ey, yaxshi, ey. Shoha. Mana shu sigir. Birinchi bola ekan. Savdo juda ajoyib bo'lyapti. Ona bola sigirlarda savdo hamisha ham yaxshi. Odam ham ko'p, sigirlar ham ko'p. Sigirlar ko'p chiqib ketdi o'sha. Aka nech pul deyapsiz sigirda? 45. Nechinchi bola? Ikkinchisi. O'qishchami? O'qishcha ikkinchi bola. Sut nechta berar ekan? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. Mana. Yaxshi sigir ekan, shu ham bitta video qilib ketaylik dedim. Mana. Bozor necha qildi aka buni? Bozor 40 dan o'tib beryapti aka. 40 dan o'tib beryapti. 37 so'rayapti. 36 37 so'rayapti. Telefon nomer ayting aka. 93lik 93lik 178 178 57 67. 57 67. Mana. Qayerda mol aka? Shakartepa, Chumboyobod, Nagorno Pog'ora. Yeb ichishiga garantiya. Javob ustiga, yeb ichishiga Yo'q. zakaz bo'lsa bundan ham zo'rlari bor. Bundan ham zo'rlari bor-da. Mana shu burchakda pastlarni aka ko'p olib keladi. Mollar yaxshi parodali mollarni. Aloqa chiqarasizlar. Yaxshi sigirlar bor. Mana. Ona bola sigirlarining narxlarini tushunarli bo'ldi menimcha. Endi hozir yakka sigirlarga o'tamiz. Yakka sigirlarda unchalik savdo yo'q. Unchalik savdo yo'q. Nech pul deyapti ekan sigir aka? Nech pul deyapti? 15 ham. 15. Bo'g'ozmi, qisirmi? 2 oylik. 2 oylik. Nechinchi qorangan? Ma'lum endi.
Nechinchi qorin? Birinchi qorin. Bozor nima dedi? Bozor shu 11 so'rayapti. Bu bir tuqqan ikkinchi qoringa bo'g'ozda, shundaymi? Ha, birinchi va ikkinchi qoringa bo'g'oz. Aka sigir nech pul ekan sigir? Nech pul deyapsiz? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q ekan buni. Ushlab turibdi ekan faqat. Aka nech pul ekan sigirlar? 13 ga 20 million deyapti. 13 ga 20 million. Nechtadan tuqqan bular? Birisi 3 ta, birisi 2 ta. Bunisi 3 ta, bunisi 2 ta. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir aka. Qisir. Bozor nech pul qilyapti? Har 5 million so'rayapti. 11 million so'rayapti. 11 million, 15 million so'rayapti, ha? Yaxshi. Nech pul sotilibdi bu? Nech pul bo'ldi aka bu? 15.8. 11.8. Nech tuqqan ekan bu? 3 tuqqan, ha? 11 million 800 ketibdi mana. Suti ham borga o'xshaydi. Chekka sigirlarda uncha savdo bo'lmaydi, hamsha ham kam. Sal silabroq, shu zerikarliroq bo'ladi video. Aka nech pul deyapsiz? 15. Bir tuqqan ikkinchi bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir. Ha. Bozor nech qildi? 12,5. Bozor 12,5 so'rayapti mana. Bir tuqqan ekan. Shu yerda savdosi bo'lyapti. Nech pul so'ralyapti bu aka? Aytilish, ha? So'ralish. 20 million. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 2 oylik, 7 oylik bo'g'oz. Ikkinchi qoringa. Hali tug'magan. 17 million so'ralyapti, berilmayapti. 7 oylik bo'g'oz deyapti mana. 7 oylik bo'g'oz. Juda qimmatda. Qimmat qandaydir. Berib berish kerak 17 ga. Ketdi menimcha, 17 ga ketdi. Mana. Shu yerda ham savdosi bo'lyapti. Qaysini so'rayapsiz aka? Nech pul so'radingiz? 12 million 600 so'm tavalla qilib bermayapti. O, zo'r so'radi. Nech tuqqan bu? 4-chi. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Bo'g'oz, ha. Necha oylik? 7 oylik. Akamiz nech pul deyapti? 15 aytyapti. Yomon so'ramabdi, tog'a bering. 2 million 600 so'm paloyatga qo'yib ko'nglim yo'q. Baraka topsin aka. Odam o'zkiniga ketmagan, ko'ngli yo'q. Men bu yerda zo'r bilasizlar. Nech pul so'ralyapti aka? Nech pul so'ralyapti? Yo'qmi? Yalini so'rayapmiz, bermayapti. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? Bir oydan oshdi. Endi noma'lumda endi bari. Necha deyapti ekan akamiz? Necha deyapsiz? Siz necha deyapsiz? 15 million deb. Vo, kelishtirib bering. 12 million 600 so'm bitta barobda. 13 ga bormi aka? 13 ga. O'zga yig'ilib o'tiribsiz. Qol oldim aka, olmayman. 13 ga yiqildi. 13 ga yiqildi. Mana. Buni ham savdosi bo'lyapti buni. Mana bu sigir ham 16 million so'rayapsizmi aka? Nech pul deyapsiz? Aka nech pul deyapti ekan? 16 so'rayapti. 16 so'rayapti. 22 mi 23 deyapti. 22 ikkinchi bir tuqqan bu, ha? Endi men guruhga qizib ketdim, ma'lumot so'rab guruhni buzmaylik. Suyagi katta baqot sigir ekan lekin. Aka nech tuqqan bu?
ish tuqqan, ha? Nech pul deyapsiz o'zingiz? 22 deyapsiz. 22 deyilyapti ekan, ish tuqqan ekan. G'anojinlarda nima gap ekan, g'anojinlarda? Chata g'anojin sal kamroqda bugun. Uncha ko'p emas. Nech pul deyapsiz aka? 18. Bozor nima dedi? Bozor 15. 15, 14,5 so'rayapti. 14 dan so'rayapti. Qora ola, chorlik piyostra. Chorli piyostra. Sal qora ola bo'lsa hamma chorli piyostra o'tib ketdi lekin. Mana. Otasi kremi. Nech pul ekan aka bu g'anojincha? 18. Bozor nima dedi bozor? Evet. 18 deyapti ekan buni. Nech pul bo'ldi aka bu? 12 milyon. 12 millionga ketyapti mana g'anojincha. Shunaqa odam ko'p mana. Lekin bilmayman, savdo uncha emas-da. Aka nech pul ekan g'anojinlar? Aka 15,5 milyon deyapmiz. 10,5 million deyapsizlar. Bozor nima dedi? Bozor 26,5 ko'ryapti. 15,5 million deyilyapti. 26 ga yo'qmi ekalasiz? Yo'q, 26. Ozroq qo'shsa bo'ladi. Qo'shsa bo'ladi. Ozgina qo'shsa 26 ga bor. Yaxshi g'anojin aka, mana ustoz ham zo'r ekan. Mana вообще zo'r. Ha. Zo'r. To'rt burchak ekan-da ko'tarib. Zo'r. Savdo aka, mana shu g'anojin kimdan ekan? Mana shu g'anojin kimdan ekan? Sotildimi ekan? Yo'q, zo'r ekan-da lekin. Bir buqadan ziyod ekan lekin. Mana. Bu g'anojin kimdan ekan mana shu aka? Ha? Bilmadingizmi? Aka sizlardan emasmi bu? Savdosi bo'lyaptimi? O, ana. 1.9 dan ziyod ekan-da lekin. Nech pul so'rayapti ekan? Buni 24 200 ga. Berilmayapti. Ha, YouTube'ga qo'yasiz. Ha, YouTube'ga. Qaysi kanal? Sirojiddin O'z. Sirojiddin O'zmi? Hemen tomosha qilib turasizlar. O'zbekiston Sirojiddin. Yana bittasi borki nima edi? Ilhom. Ha, Ilhom. Ha. Bu bo'g'ozmikan aka? Bo'g'oz emas-da bu. To'yga so'yishga olyapmiz. Dahshat ekan lekin bor-ku. So'g'imliqqa mana. Uni sigir qilish kerak ekanda. Sal maydaroq g'anojinlarni ham olamiz. Nech pul ekan aka g'anojinchalar? 24 dan. 2.24. 2.28 kam bor. 2.28 kami bor. 14 dan deyilyapti. Bozor nima dedi aka? 22,5 so'rabdi bozor ikkalasini mana. Bozorda unchalik mol ko'p emas, chunki ovsilam hozir rivojlanib ketdi, kasallik, maymun chechak yana qayta chiqishni boshladi deyapti. Shuning uchun ko'plar uydan reklama qilib turib mol sotilyapti. Shuning uchun kanaldan yiroqlashmang. Maqtursangiz, xudo xolasa uylardan ham yaxshi mollarni ho'kizlar chiqaryapmiz. Shu uydan olib ketgan yaxshi, ko'proq. Keyin bozorga qaraganda uydan olgan yaxshi. Chunki bir bozorga chiqib kirgandan keyin bozorda o'zida ham ovsil ancha rivojlanganda juda ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun tavsiyam imkon qadar uydagi mollarga e'tibor qilib, uydagi videolarni ko'rib borish kerak, uydan olib kirish kerak. Garantiyasini ham beradi. Endi mana novoslar narxlarini tushuntirib o'tamiz. Nech pul deyapti ekan buni? 45 deyapti. 45. Bozor nima deyapti ekan? 38. Oyoqlari ham zo'r ekan lekin. Temurxo'janov moli. Bozor 38 so'rayapti ekan. So'radingizmi aka buni? Nech pul deyapti ekan? Nech pul ekan aka? Aka buni qilyapti shu. Qizi, bunimi? 38 so'radingizmi? So'rab. 38 so'rabdi sariqda.
Aka necha pul ekan ho'kizlar? 26 dan. Bozor nima deyapti aka? 47 ikkalasi. Ikkalasi 47 so'rayapti ekan. Qaysini savdosi bo'lyapti aka? Cho'y so'ralyapti. Necha pulga? 85 so'rayapti. Uchalasi 85 so'ralyapti ekan. Orqasi o'tib, yotgani ham borda. Mana shu yotgani. Keyin mana bu ola. Hamda mana bu qora. Uchalasi 85 million so'ralyapti. 85 million berilmayapti. Sirojdan o'z kanal. Berilmayapti. Bozorda katta doldali. Salom aytib qo'ying aka. Ha. Salom alaykum. Aka nechi pul ekan ho'kizlar? 32 milliondan 32 milliondan deyilyapti mana. Mana Greenfordlar 32 milliondan deyilyapti. Aka telefondan gaplashib qoldi. Zo'r, juda yuvosh mollar bo'ladi lekin shu Greenfordlar ham. Bozor nima dedi aka bozor? 52 million so'rayapti. 52 million so'rayapti ikkalasini. Ikkalasini 52 million so'rayapti ekan. Aka necha puldan deyapsiz o'qishchalar? 30 dan deyapmiz. Qancha? 30 dan. Bozor nima dedi? 53 million so'rayapti. Bozor 53 million so'rayapti. 30 milliondan deyilyapti mana. Necha pul deyapsiz taqo buni? 30. 30 million deyilyapti. Bozor nima deyapti ekan aka? 27 million so'rayapti bozor. Qaysini? Qashqarnimi? Bo'ldi. Yigitni gapi bo'lmasin. Aka necha pul deyapsiz? 30. Bozor nima qildi Shot aka? 26,5 so'rayapsiz. Yo'qmi? Qancha qo'shsa beriladi? Anchami? 26,5 yo'q. Sirojdan o'z. Sirojdan o'z. Nima bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Necha so'rayapsiz aka buni? 30 million. 30 million so'ralyapti. Necha pul deyapsiz aka? Ikkovini 70 million deb. Balasi. Ikkovini 70 million. 30 million so'ralyapti bittasi. Necha bo'ldi aka, sotildimi? Kanal. Sirojdan o'z. Vo, ana. Keldi-ku, dedi-ku. Mana shu 270 million so'rayapti ekan. Bittasini o'zini 30 million qilyapti, berilmayapti. Sotildimi aka bu? Necha pul deyapsiz? 24 aka. 24. Bozor nima dedi? Bozor 22 so'rayapti, 21,5. 22, 21,5 so'rayapti bozor buni. Nima beradi? Bilmayman qanaqadir savdo susmi bu yerda texa savdo bo'lyapti, ammo ustiga qirov tushganda yeganda bu qizchani. Necha pul deyapsiz aka buni? Bozor nima dedi? 21 so'rayapti ekan bozor. Bitta ustiga qirov tushganda yeganda. Necha pul ekan aka qizlar? Ikkalasi 45. Bozor nima dedi? 40 million so'rayapti bozor. Mana.
Aka qaysi savdo bo'lyapti? Necha pul so'radingiz buni? 18300 so'ralyapti. Necha pul deyapsiz aka siz? Necha pul deyapsiz? 18,5. O'zi qolmabdi-ku berib beringizlar barakasini. Bu bo'ldi bu. Bitta bu. Katta mana. 18300. Haydang aka. Barakasini bersin. Men bu yerdan savdosi bo'lyapti ekan, yaxshi, juda ajoyib. Necha pul so'radilaringiz aka? Necha pul so'radilaringiz? 20 bilan 200 ha? Bu nima? 20 milyon 200 ming so'm. Samsha 20 milyon 200 ming. Mana shu qora. 20 Ha, bu ham bitadi. Shunaqa qo'ldan kelgancha video qildik. Hammangizga katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Bizda faqat foydali videolar chiqaveradi. Hammangizga rahmat.